Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 9-aprel. Yandex bo'yicha ma'lumot beramiz. Mana xudo xolasa soatimiz ham 9:53 10 bo'lyapti. Koeffitsient ko'tarilishini kutyapmiz. Обычно kechqurun soat 10da keyflar ko'tariladi. Hamma ishdan uyga jo'naydi. Shuni kutyapmiz. Kunduzi uncha ish bo'lmadi. Ishlamadik, dam oldik. Sahar ishlagandik. 13 ta zakaz qilib obedda kirib ketgan edik. Hozir chiqib 2 ta zakaz qildik. Dальше 2 soat Moy rayon ishlaymiz. Moy rayon bu kunda Yandex 2 soatga Moy rayon beradi. Hozir ko'rsatamiz do'stlar. Qanday qilib Moy rayonda yoqamiz. Moy rayonda birinchisini har o'zi 2 soat bo'lsa, har yarim soatdan 4 marta ishlatsa bo'ladi. Srazu yoqsangiz ham bo'ladi. Biz yarim soatga qo'yamiz. 3 kilometrdan 7 kilometrgacha qo'ysangiz bo'laveradi ekan. Bizga 4 kilometr ham, 4,5 kilometr достаточно нормально bo'ladi. Ko'ramiz. Shunda bizga sentrlar, yubileynik, aeroport, все есть. Yarim soatda birinchisini yoqamiz. Bismillah. Ko'ramiz qayerga beradi birinchi. 3 kundan beri o'zi Irkutsk shahrida qayerga beryapti? Sverdlov 15 dan Sibirsk 27 ga 50 rubl qo'shib beryapti do'stlar. Поехали. Hozir men yorug'lik nimasini yoqib qo'yay, чтобы яркий ko'rsatish uchun. Здесь настройка. Сейчас ночной режим. День поставим. И все. Do'stlar, olib ko'rsatamiz. Hozir mana Sverdlov 15 dan Sibirsk 27 ga kilometri 3 kilometr 9 minut. Сообщение kelibdi. Здравствуйте, я около пятерочки deyapti. Хорошо. Пятерочка magazinda ekan. Do'stlar, birinchi zakazni olib kelib tushirdik. 6 minutda kelibmiz. Zaverishni qilamiz. Keyingi zakazni yo'lda tashab qo'ygan, bergan 254 rubl. Birinchi zakazimiz. Что-то интернет тупит. Вот все. Что там дальше? Дальневосточный 141 dan Timryazova 5 ga sentrga qaytib borar ekanmiz. Bunisi ham 4,5 kilometr почти. O'chirib qo'yamiz chunki ko'zga tushyapti yorug'i. Do'stlar, ikkinchi zakazni olib kelib tushirdik. 10 minutda kelibmiz. Zaverishni qilamiz. Ikkinchi zakazni уже berib qo'yganimizga 271 rubl. Krasniy Voslanyadan Baykalskiy 241 ga и Первомайskiy 23 ga 2 tali adres. Общий 15 kilometr. Mayli, olib boramiz. Yo'lda turibmiz. Yomg'ir yog'yapti, bahor kelibdi уже. Do'stlar, keyingi zakazimizni olib kelib tushirdik. 22 minutda kelibmiz. Zaverishni qilamiz. 527 rubl. Bizi Moy rayonimizni birinchi yarim soati tugadi. Keyingisini yoqamiz. Bu yerda keyf yo'q ekan. Sentrga borish kerak bo'lsa aslida, shu sentr tomonga zakaz berib qo'ysa yaxshi. Sentrda yoqib qo'yamiz. Aeroport qo'shib kutamiz do'stlar, keyingi zakazimizni. O'zi yoqishdan oldin bizda 13 ta zakaz 4000 bor edi. Bugungi kunduzgi qilgan ishimiz edi. Hozir 3 ta zakaz 4855 so'm. 855 so'm ish qilibmiz paka hozircha. Yomg'ir yog'yapti. Maydalab sekin. Пока что zakaz bergani yo'q.
Uni Silver Mo'ldan Bagrationa'ga beryapti. Propuskat qolsa ham bo'lardigan, o'zi bez koeffitsient berdi. Mayli yubileyda ham bo'ladi, lekin 9 kilometr. Olib boramiz do'stlar. Do'stlar, keyingi zakaz olib kelib tushirdik. 14 minutda kelibmiz, zaversh qilamiz. Itogi 289 rubl. Yandex ham qo'shib beryapti. Zonani ichidan chiqib ketibmiz, zonani chekib olamiz. Zakaz tashlayapti. Borodino 11 dan Krasniy Madyar 133 ga ortaya qaytar ekanmiz. Хорошо. Do'stlar, keyingi zakaz olib kelib tushirdik. 13 minutda kelibmiz, zaversh qilamiz. 263 rubl. Ikkinchi Mo'y rayonimiz ham tugabdi. Endi 3-chi va 4-chisini ikkovini bitta qilib yoqib boramiz 1 soatga. 4 kilometr. 1 soatimiz qolgan, adashmasam. Ekonom 30 ko'rsatyapti koeffitsient. Ko'ramiz qayerga beradi. Пока что общий zaказimiz 18 ta 5200. Bitta отказ qildim. Chunki yo'lda kelyapti. Не то zakaz beradi, отказ qildim. 3 tali adres. Не стоит. Без коэффициента tashyapti. Советский 142. Kosmический проездga borish kerak, minimal kelgan. Adashmasam 2 kilometr, 2-3. Mayli, olib boramiz do'stlar, tashlab qo'yamiz. Do'stlar, keyingi zakazimizni olib kelib tushirdik. 5 minutda kelibmiz. Dakansa olib bormadik. Yo'l yopiq. Aylanib kelaman desam, o'zi "Нет, спасибо, пешком дойду" dedi. Правильно делаешь dedi. Zaversh qilamiz. 146 rubl. Bu yerda koeffitsient yo'q. Sovetskiyda. Sentrga shunday tushib qo'ysak mumkin, pustoy. Sentrda ham cho'ta hech narsa yo'q o'xshayapti do'stlar. Ko'ramiz, ozgina turaylik. Bersa berdi, bermasa uyga suramiz. O'zi 3-4 kundan berib do'stlar ham, sheriklar ham aytishadi, ish uncha bo'lmayapti. Boshqa shaharlarda bilmadim. Irkutsk shahrida 3-4 kundan berib yaxshi emas. Endi bo'lyapti, Allohga shukr, nolishmas. Narxlarni arzon qilib qo'ygan. Дополнительный sel bergan, o'shani hisobiga arzon qilib qo'yibdi. Keyingi zakaz tashladi do'stlar. Sovetskiydan Sedovaga tashlabdi. 208 kilometr. Keyingi zakazimizni olib kelib tushirdik. 5 minutda kelibmiz. Zaversh qilamiz. 220 rubl. Ko'ramiz, 18 minut vaqtimiz qolgan. Kajovadan Kultukskiga beryapti. Без коэффициент. Хорошо. Olib kelib tushirdik do'stlar. Shriamvadan aeroportdan kolxozniga 150 rubl qo'shib beryapti, mayli. Buni zaversh qilamiz. 192 rubl. Kolxozniy 89. Studgorodok rayon. Shuni tashlaymiz, xudo xolasa bo'lsa uyga ekanda. Ko'ramiz hozir pulini. Do'stlar, olib kelib tushirdik. Oxirgi zakazdi. 15 minutda kelibmiz. Zaversh qilamiz. Summasi 557 rubl. Tugadi Mo'y rayonimiz.
2 soatli Mo'y rayonida qilgan ishimiz hozir 13 ta zakaz bor edi, 7 ta naryoqdan bugungi kunlikka 2 tasi o'tibdi. 710 so'm 2 ta 5,5 mingga 710 so'm. 6200 6200 o'zi nimasi bor edi, 4000 bor edi. 2200 ish bo'ptikan 2 soatli Mo'y rayonida 9 ta zakazga. Bo'ldi, endi ishni tugatamiz. Do'stlar, sog' bo'linglar, Allohga omonatlar. Taksi bo'yicha savollar bo'lsa yozib qoldirasizlar, bemalol shunga qarab video chiqaramiz.